Mashariyni birlari, ya'ni menga yaqin bo'lganlar, ularning ismlarini bu o'rinda ayta olmayapman. Yaqin bo'lganlar aytayaptilarki, men bir ulug' tush ko'rdim deyaptilar. Qanday ulug' tush ko'rdingiz desam, bomdod namozidan keyin aytayaptilar. Men ajoyib bir tush ko'rdim. Bugun sahobalar turardilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalam bilan. Quvonganim shuki, orqalaridan biz ham turibmiz. Ya'ni biz hozirgi zamon ummati ham bor ekanmiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalam ilk saflarida sahobalar bilan turar ekanlar. Shu yerda nima bo'libdi bilasizmi? Keyin bir imomni kutilyapti. Payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zlari o'tmayaptilar imomlikka. Payg'ambar alayhissalatu vassalam imomni kelishligini kutyaptilar. Ummatlaridan bir imom kelar ekan. Biz kutdik, turdik. Shu o'nglikka qarab turildi. Qarasak kim kirib keldi? Xayolingizga keltiring. Mishari kirib ketdi. Mishari La'fasi kirib Payg'ambar alayhissalatu vassalamga imomlik